Assalomu alaykum hammalaringizga. Hayit bilan juma muborak bo'lsin. Navbatdagi murojaat bilan kelganimizda o'zi mayligina aristoncha. Mayligina nomlari ham Vitich. Bundan tushgan narsani qarang-da. Ko'ryapsizmi? Men buni ko'chadan olib kelib qo'yib qo'ymadim. Mana chelak ichida bor. Yarim bundan tushgan mana. Mana shu narsa. Mana shundan tushgan narsa mana shu. Mana shu yergacha yarmigacha, mana shunday yarmigacha nakib bilan shu yarmigacha bo'lgandan keyin suv, yarmi musor bo'lgandan keyin suv ham tez tugaydi, elektr energiyani 2 barobar emas, 3 barobar ko'paydi bunday bo'lgandan keyin. Vitich Ariston qanday ochiladi deb so'rashadi. Mana bu kulishlari bo'ladi o'zini. Ayrim ustalar telefon so'rayapti. Mana bunday yechiladi bu. Kimga shunday Toshkent bo'ylab shunday xizmatlar kerak bo'lsa, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aristonim ishlayapti-ku, yaxshi ishlayapti, suvni qizdiryapti deb o'ylaysiz, lekin ichida nima ahvol bilmaysiz. Bir kun teshadi, mana shu narsa teshib, suv oqib tushib keladi, o'sha keyin yangi qo'yishingizga to'g'ri keladi. Salomat bo'linglar.